Hammaga o'zbek shahlodan assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan doim ko'radigan layfhakimni qilib ko'ramiz. Marshmelloni yondirib yeb ko'ramiz. Chesnoy otzivmandan. Shu nimadan tayyorlanar ekan? Biladiganlar kommentariyada yozib o'tinglar. Men birinchi yonaman deb o'zi yuguryapti. Вроде нормальный narsa. Vilkani olamiz, suqamiz. Kuyib ketmasa bo'ldi. Ay, yonar ekan. Ko'piryapti. Yana ham ko'proq kuydirayman buni. Kuydirsam qanday yeyman? Shirin ta'mi yo'qolib qoldi-yu. Yana bitta qilib ko'ramiz. Ikkitamiz qoldi. Vau! Yo'qlik. Bo'ldi. O'sha kuygan ta'm kelyapti-da. Kuyishdan oldin bunaqa paytda esa shirinroq ta'm kelar ekan, lekin men unda ta'm kelmasgan. Hamma layfhaklar ham doim ishonchli bo'lavermas ekan lekin. Shunaqa qilib pishirib ko'rganlar bormi? Sizlarda qanaqa chiqqan? Kommentariyada fikringlarni qoldiringlar. Может быть, noto'g'ri tayyorlagandirman. Bye bye.